aka, siz bilan anjuman qilmoqchi edim, Rossiyaga ketib qolibsiz. Yana kela olasizmi siz bilan anjuman qilardik? Xursand bo'lardim. Uka, Alloh buyursa Amerikaga ham boramiz aka. Bo'ldi uka, kutib olayman, ketyapman uka. Ukalar mana ukamiz bilan anjuman qilgani kelyapmiz. Ukamiz ham kelyapti. Ana, Asmon ukamiz ham kelyapti. Anjuman qilgan keldik uka. Bo'ldi aka. Qilamizmi? Bo'ldi, qilamiz. Podдержкада bo'linglar. Bugun 365 kunlik anjuman challenge'imizning 31-kunini Asmon ukamiz bilan qilamiz. Yosh yigitlar, yosh atletlar hech nimadan xijolat bo'lmasdan bemalol kontent qilib, birinchi kun zalga tushgan bo'lsanglar ham o'zingizlar uchun video qilib davom etaveringlar. Chunki bu tarix, bu xotira, bu esdalik, bu natija sizlarniki. Gapirganlar gapirib qolib ketaveradi. Просто akkuratni baxt tilab oringlarda, xijolat bo'lmasdan bosaveringlar. U gapirganlar u panyatkasi yo'q bo'ladi. Kamera esdan chiqmasin. Asmon ukamiz bilan yana 50-60-challenge kunlarimizni qilamiz.